kinosi tarixida shunday aktyorlar borki, ular ekranda namoyon bo'lishi bilan tomoshabin qalbida iliqlik va ishonch uyg'otadi. Vinod Mehra aynan shunday kino aktyorlardan biri edi. U oltin yurakli aktyor sifatida nom qozongan bo'lib, uning ijodi 1970-1980-yillardagi Bollivudning eng samimiy sahifalarini tashkil etadi. U ijro etgan obrazlar har doim oliyjanoblik, sadoqat va yuksak insoniy fazilatlar timsoli bo'lib kelgan. Vinod Mehra 1945-yilning 13-fevralida Panjobning Amritsar shahrida dunyoga keldi. Ammo uning taqdiri ilk bolalik yillaridanoq kino markazi bo'lgan Mumbay bilan bog'landi. Uning opasi Sharada kino sohasida faoliyat yuritgani sababli Vinod san'at muhitida ulg'aydi. Vinod Mehraning ijodiy yo'li ko'pchilikka noma'lum bo'lgan muhim fakt bilan boshlanadi. U kinodagi faoliyatini bola aktyor sifatida boshlagan. 1958-yilda ishlab chiqarilgan Rat or Din, ya'ni Kun va Tun filmida u afsonaviy Nargisning ukasi rolini ijro etdi. Shundan so'ng u o'qishiga e'tibor qaratib, kollejni tamomlagach, kino olamiga katta aktyor sifatida qaytishga qaror qildi. 1970-yillarning boshlarida Vinod Mehra All India Talent Contest tanlovida ishtirok etib, final bosqichiga yetib bordi. Uning katta ekrandagi ilk jiddiy roli 1971-yilda ishlab chiqarilgan Ek Thi Rita, ya'ni Bir Rita bor edi filmi bo'ldi. Haqiqiy mashhurlik esa 1972-yilda ekran yuzini ko'rgan Anurag filmi bilan keldi. Ushbu kartinada u ko'zi ojiz qizni sevib qolgan oliyjanob yigit rolini shu darajada samimiy ijro etdiki, butun Hindiston uni tan oldi. Film kassada ulkan muvaffaqiyat qozondi va Vinod Mehraning romantik va mehribon qahramon obrazini mustahkamladi. Vinod Mehra o'z faoliyati davomida 100 dan ortiq filmlarda rol ijro etdi. Uning ijodida Rekha bilan hamkorlik alohida o'rin tutadi. Ghar bu film Vinod Mehra va Rekha ijodidagi eng yuksak nuqta hisoblanadi. 1978-yilda film ekran yuzini ko'rgan. Unda og'ir sinovlarga duch kelgan er-xotinning ruhiy kechinmalari mahorat bilan ko'rsatilgan. Vinodning rafiqasini qo'llab-quvvatlagan vafodor er obrazi millionlab ayollarning idealiga aylangan. Ikkinchi darajali rollarni ham albatta aktyor ijro etib turgan. Vinod Mehra Amitabh Bachchan, Dharmendra va Rajesh Khanna kabi yulduzlar bilan bir safda turib, ularning yaqin do'sti yoki ukasi rollarini ijro etgan. Lavaris, Huddar va The Burning Train kabi filmlarda u markaziy qahramonlarni to'ldiruvchi, syujetga hayotiylik bag'ishlovchi muhim bo'g'in bo'la olgan. Vinod Mehraning shaxsiy hayoti uning filmlari kabi dramatik kechgan. U jami 3 marta rasmiy nikohdan o'tgan. Oilasining xohishi bilan Vinod Mehra Mina Brozaga uylangan. Bu birinchi nikoh bo'lib, uzoq davom etmagan. 1980-yillarning boshida u aktrisa Bindiya Goswami bilan turmush qurgan, biroq bu nikoh ham ajrim bilan tugagan. 1988-yilda Vinod Kiran Mehra bilan turmush qurdi va nihoyat haqiqiy oilaviy baxtini topdi. Bu nikohdan Soniya va Rohan ismli farzandlar dunyoga keldi. Bollivud tarixida Vinod Mehra va Rekhaning yashirincha turmush qurgani haqida ko'p yillar davomida bahslar davom etdi. Garchi Rekha keyinchalik bergan intervyularda buni shunchaki yaqin do'stlik deb atagan bo'lsa-da, kino olami vakillari ular o'rtasidagi aloqa do'stlikdan ancha yuqori bo'lganini ta'kidlashadi. Vinod Mehra ijodiy karyerasining so'nggi yillarida rejissyorlikka qo'l urdi. Uning eng katta orzusi Gurudev filmi edi. Ushbu loyihada u Rishi Kapoor, Sridevi va Anil Kapoor kabi gigant aktyorlarni birlashtira olgan edi. Afsuski, taqdir unga bu ishni yakunlashga yo'l bermadi. 1990-yil 30-oktyabr kuni atigi 45 yoshida Vinod Mehra to'satdan yurak xurujidan vafot etdi. Butun Bollivud uchun kutilmagan bu yo'qotishdan so'ng Gurudev filmi rejissyor Raj Sippy tomonidan tugatilib, 1993-yilda ekranlarga chiqarildi.
Vinod Mehra Bollivud tarixida haqiqiy janob degan nom bilan qoldi. Uning ijodida nafrat yoki qo'pollikka o'rin yo'q edi. Bugungi kunda uning o'g'li Rohan Mehra otasining izidan borib, kino sohasida o'z o'rnini topmoqda. Vinod Mehra esa ekranlardagi o'sha samimiy tabassumi va mazmunli nigohi bilan muxlislar xotirasida mangu yashaydi. Qadrli kuzatuvchi, siz Vinod Mehra ishtirokidagi qaysi filmlarni tomosha qilgansiz? Uning qaysi obrazlari yodingizda qolgan? Bu haqda albatta izohlarda yozib qoldiring.